Ayol o'zida sakta salpingisi bor yo'qligini qanaqadir taxmin qilishsa bo'ladimi? Qanaqa belgilari bo'ladi? Agar ayolda sakta salpingiz yoki gidrosalpingiz aniqlangan bo'lsa, homiladorlik jarayoniga, ya'ni homilador bo'la olish jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatadi? Trubali, ya'ni o'zini funksiyasini yo'qotgan, funksiyasini bajarmaydi. Urug'ni ham o'tkazmaydi, tuxum hujayrani ham o'tkazmaydi. Ya'ni yo'limiz yopiq. Rentgen amaliyotida agar bachadon naylari yopiq bo'lsa, bu ayolga yoki bo'lmasam patsientga tavsiya qilamiz bachadon naylarini to'liq olib tashlashni. Bu patsient keyingi oyni o'zidayoq tabiiy homilador bo'ldilar va hozirgi paytda 6 oylik homilalari bilan homiladorlikni davom ettirmoqdalar. Barchaga assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Bugungi suhbatimiz sakta salpings, ya'ni bachadon naylari bilan bog'liq muammolar haqida bo'ladi va bugungi suhbatdoshimiz siz ona bo'lasiz klinikasi akusher-ginekologi, endoxirurgi Ayjan Yersinovna. Assalomu alaykum Dilnoza Xatuna. Assalomu alaykum Ayjan Yersinovna. Bugun siz bilan bachadon naylaridagi muammolar haqida gaplashamiz. Demak, savollarga o'tirsak bo'ladi. Ayjan Yersinovna, umuman sakta salpingsni oddiy so'z bilan qanaqa tushunsak bo'ladi? Bachadon o'zi, ya'ni ayollarning reproduktiv sistemasi bachadon va uni ortiqlaridan tashkil topgan. Ortiqlari bu bachadon naylari va tuxumdonlar hisoblanadi. Bachadon naylarida suv yig'ilishi yoki bo'lmasam oddiy so'z bilan aytganda o'z funksiyasini yo'qotishi sakta salpings, gidrosalpings deb ataladi. Sakta salpings bilan gidrosalpings farqi bormi? Sakta salpingiz bilan gidrosalpingiz albatta farqi bor. Bunda gidrosalpingsda tiniq seroz suyuqlik ichida yig'iladi va uni yopilishi ikkalasida ham bir xil bo'ladi. Sakta salpingsda ko'proq yiringli suyuqlik, ya'ni shamollash alomatlari bor, vaspolitelniy suyuqlik yig'iladi deb aytsak bo'ladi va ikkalasini kattalashishi deyarli bir xil ko'rinadi va buni faqatgina operatsiya jarayonida yoki bo'lmasam operatsiyadan keyin gistologik jarayonga jo'natganimizdagina aniqlashimiz ham mumkin. Sakta salpings tug'ish yoshidagi, ya'ni reproduktiv ayollar orasida qanchalik ko'p uchraydi bugungi kunda? Reproduktiv ayollarimizda sakta salpingiz kasalligi 7% dan 20% gacha uchraydi va eko amaliyotini bajarayotgan ayollarda, ya'ni eko amaliyotiga kirib kelgan ayollarda bo'lsa 5-10% ni tashkil qiladi va shu foiz reproduktiv yoshdagi ayollar uchun juda ko'p hisoblanadi. Ya'ni har bir 3 dan bitta ayolda sakta salpingiz uchrash ehtimolligi hozir oshib bormoqda. Demak, sakta salpingsni kelib chiqishidagi asosiy sabablar, asosiy rolni nima o'ynaydi? Asosiy sabablar bular infeksiyalar hisoblanadi va shamollash jarayonlari hisoblanadi. Shamollash jarayonida bu IPP, ya'ni jinsiy a'zolar bilan o'tadigan shamollash infeksiyalari bo'lishi mumkin. Boshqa shamollash infeksiyalari, ya'ni o'choqlar organizmi boshqa qismida bo'lishi mumkin va imенно bachadonni naylariga kelib o'tirishi mumkin. Shunday holatlar ham bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam oiladagi er-xotin o'rtasidagi shamollashlar, ya'ni bekorga aytilmaydi, shamollash jarayonini birga davolanish kerak deb aytilmaydi. Undan tashqari endometrioz kasalligi bor. Endometrioz kasalligida ham sakta salpingiz yoki gidrosalpingiz kelib chiqishi mumkin. Chunki endometrioz kasalligini o'zi shamollash jarayonini keltirib chiqaradi. Ya'ni har siklda endometrioz doimiy shamollashga olib keladi va shu doimiy shamollash jarayonida endometrioz sababli bo'lgan sakta salpingizlarni ham kuzatganmiz. Ayol o'zida sakta salpingisi bor yo'qligini qanaqadir taxmin qilishsa bo'ladimi? Qanaqa belgilari bo'ladi? Ayollar ko'pincha uziga tushganda yoki bo'lmasam GSG, ya'ni bachadon naylarini rentgen qilish orqaligina bilinadi. Ko'pchilik ayollar kistaga o'xshatdik deyishadi yoki bo'lmasam o'sha suyuqlik yig'ildi deyiladi. Lekin bu
Sakta salpinks yoki gidrosalpinksni oltin standartlari, tekshiruv standarti bu bachadon naylarini rentgeni hisoblanadi. Rentgen tushgandagina bachadon naylaridagi o'sha o'zgarishlarni aniq, tiniq ko'rishimiz mumkin va rentgen jarayonini, ya'ni tekshirish usulini bu effektivlik nimasi 80-88% hisoblanadi. O'shaning uchun bu usul oltin standart hisoblanadi. Demak, ayol kishida sakta salpingus kuzatilsa, unda hech qanaqa klinik belgilari bo'lmaydi. Har doim ham ayollar klinik belgilarini namoyon qilmaydi va shikoyat qilmaydi. Chunki bachadon naylaridagi suyuqlik yiringli bo'lmasa, ya'ni gidrosalpinks bo'lsa, ayollarda hech qanday simptom kuzatilmasligi ham mumkin. Lekin bachadon naylaridagi o'sha suyuqlik yiringli bo'ladigan bo'lsa va ma'lum miqdorda yig'ilib ko'p holatda, ya'ni bachadon naylar 3 sm dan katta bo'ladigan bo'lsa, isitma kuzatilishi mumkin, og'riq kuzatilishi mumkin. Og'riqlar dod deydigan kuchli og'riqlar bo'lmaydi, lekin har doim simillab turadigan og'riqlar bo'lishi mumkin. Temperatura bo'lsa, agar ostr, ya'ni o'tkir jarayon bo'lmasa, 37,5-37 subfibril temperaturani kuzatishimiz mumkin. Faqatgina ostr jarayon, ya'ni o'tkir jarayonlardagina 38-39 temperatura bilan ayollar shifokorga murojaat qilishi mumkin. Demak, sakta salpingus diagnostikasi haqida gapirib o'tdingiz, ya'ni rentgen usuli. Endi davosiga keladigan bo'lsak, sakta salpingusni dori vositalari orqali davolashimiz mumkinmi? Davolab ko'rsa bo'ladi, lekin reproduktiv jarayondagi, ya'ni reproduktiv yoshdagi va bepushtlik bilan shikoyat qilib kelgan ayollarda konservativ yo'lni tavsiya qilmaymiz. Chunki konservativ yo'lda birinchi sababdan bu uzoq muddat davomida davolanadi va imенно qaysi antibiotik yoki bo'lmasam qaysi dori vositalari shu kasallikka, ya'ni infeksiyani davolashni bilishni iloji yo'q. Chunki bachadon ichki naylaridagi suyuqlikni biz olib bakpasev qila olmaymiz yoki bo'lmasam boshqa usullar yordamida tekshira olmaymiz. Shu sababli empirik, ya'ni taxminiy antibiotiklar va taxminiy dori vositalari beriladi va bu taxminiy dori vositalari yordamida har doim ham sakta salpingus yoki gidrosalpingus ketish ehtimolligi juda kam hisoblanadi va eng yaxshi usullardan bittasi bu jarrohlik yo'li bilan bachadon naylarini olib tashlash yoki bachadon naylarini yopilgan bo'lsa ochish hisoblanadi. Reproduktolog sifatida Dilnoza Xatimni, agar ayolda sakta salpingus yoki gidrosalpingus aniqlangan bo'lsa, homiladorlik jarayoniga, ya'ni homilador bo'la olish jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatadi? Demak, bu sakta salpingus, gidrosalpingusda o'zi umuman deylik, homilador bo'lish uchun bizga nimalar kerak? Boshiga qaytsak, homilador bo'lish uchun albatta birinchi o'rinda ovulyatsiya jarayoni ayolda normada bo'lishi kerak, ya'ni har oy tuxum hujayra yetilib yorilishi shart. Bu birinchi sharti. Ikkinchisi bachadonning endometriy qavati. Bachadon endometriy qavati 8 millimetrdan yuqori, ayrim manbalarda hatto 6 millimetrdan yuqorisi ham homiladorlik uchun yetarli hisoblanadi. O'rtacha 10-12 millimetr atrofida va hech qanaqa qo'shimcha poliplarsiz yoki mikropolipozlarsiz chiroyli endometriy kerak. Uchinchisi bu bachadon naylari. Demak, bachadon naylari bu yo'l vazifasini bajaradi. Ya'ni o'sha qinga tushgan urug'lar bachadon naylari orqali o'tib, tuxum hujayra bilan urug'langan embrion, yana urug'langan tuxum hujayra yana bachadon naylari orqali qaytib kelib, bachadon bo'shlig'iga yopishsa, endometriyga yopishsa, bu holatda homiladorlik hosil bo'ladi. Va oxirgi faktor bu erkaklik faktori, ya'ni erkakda sperma son jihatdan, sifat jihatdan yaxshi bo'lishi kerak. Demak, shu holatda homiladorlik yuzaga keladi. Endi sakta salpingus, gidrosalpingus kuzatilganda ayolda bu deganda trubalarda suv yoki yuqorida aytganingizdek yiring yig'ilgan. Trubalar, ya'ni o'zini funksiyasini yo'qotgan, funksiyasini bajarmaydi. Bu truba o'tkazmaydi, tuxum hujayrani urug'ni ham o'tkazmaydi, tuxum hujayrani ham o'tkazmaydi. Ya'ni yo'limiz yopiq. Ya'ni
Bu holatda ayolda homiladorlik kuzatilmaydi. Sakta salpinks yoki gidrosalpinksi bo'lgan ayollarda eko protokoliga kirib kelyapti va shu kirib kelish jarayonida siz nimani tavsiya qilasiz? Qanday yo'l tutasiz va bu kasallik bilan ayollarni eko protokoliga qanday tayyorlaysiz? O'zi umuman sakta salpinks, gidrosalpinks ayolda aniqlansa, albatta bu ayol uchun birinchi tavsiya bu eko amaliyoti hisoblanadi. Bunda ikki xil holat bor. Ayollar kelishadi sakta salpinks bilan tuxumdon rezerviga bog'liq ravishda. Demak, kimdadir tuxumdon rezervi yaxshi, rezerv ko'p, kimdadir ham gidrosalpinks, sakta salpinks bor va tuxumdon rezervi kam. Shu holatda biza ikki xil tushuncha bor. Birinchi bo'lib trubalarni olib tashlab, keyin eko amaliyotiga olamizmi yoki birinchi yig'ib olib hujayrani ayoldan, keyin trubalarni olib tashlaymizmi? Man afzal ko'raman qanaqa, agar ayolda tuxumdonda zaxira yaxshi bo'ladigan bo'lsa, AMG miqdori normada bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib o'sha yiringlagan, kengaygan bachadon naylarini olib tashlab, keyin eko amaliyotiga olishni. Agar ayolimizda rezervi kam bo'ladigan bo'lsa, o'zi bitta, ikkita hujayra bo'ladigan bo'lsa, birinchi hujayralarni yig'ib olib, embrion hosil qilib bo'lgandan so'ng bachadon naylarini olishni tavsiya qilardim. Ajayirsinni hali sakta salpinksni davolash usullari haqida gapirganingizda ikki xil edingiz. Trubalarni butunlay olib tashlashimiz mumkin yoki bachadon naylarini ochiq qoldirishimiz, ochib qo'yishimiz mumkin. Bachadon naylarini olib tashlamasdan ochiq qoldirganda uni qayta yopilib qolish yoki sakta salpinks qaytalanish ehtimoli qanchalik? Ehtimoli bormi? Bu savol juda ko'p beriladigan savol hisoblanadi va bachadon naylarini siz aytganingizdek ikkita usul bilan davolashimiz mumkin, ya'ni xirurgik usuli va bachadon naylarini birinchisi bu ochish, ikkinchisi bu to'liq olib tashlash, ya'ni sakta salpinks yoki gidrosalpinks bo'lgan bachadon nayini to'liq olib tashlanadi. Ochish jarayonida bu holat bizni tajribamizda, klinikani tajribasida har qanday yopilgan bachadon nayini ham ochish mumkin, lekin buni o'ziga yarasha asoratlar, ya'ni buni asorat ham deya olmaymiz, keyingi natijalarni deb aytaylik, shu natijalari har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni bachadon naylar ochildi va siz 3 oy davomida bachadon nayini ochiqligini kuzatamiz. Lekin 3 oydan keyin bachadon naylari qayta yopilish ehtimolligi foizlarda oshib boradi. Ya'ni shu 3 oy davomida 60% bemorlarda ochiqlik saqlanib tursa, 3 oydan keyin bu foiz naborot yopilish ehtimolligini oshirib beradi. Ya'ni 60% yopiladi, 50% yopiladi, ba'zi bir ayollarda undan ham ko'p tezlik bilan yopilish ehtimolligi bor. Ya'ni biza operatsiya jarayonidan keyin 3 oydan keyin rentgen amaliyotini qayta tekshirishga buyuramiz. Rentgen amaliyotida agar bachadon naylari yopiq bo'lsa, bu ayolga yoki bo'lmasam patsientga tavsiya qilamiz bachadon naylarini to'liq olib tashlashni. Lekin tajribamizda 3 marta bachadon nayini ochilgan nimalar ham bo'lgan klinika tajribasida. Undan tashqari bachadon naylarini ochganimizda shunaqa kliniskiy situatsiya, ya'ni patsientimiz bo'ldi. Bachadon naylari masalan o'tgan yili keldi u patsient, ikki tomonlama sakta salpinks aniqlandi va shu sakta salpinks aniqlangandan keyin bemorni so'rovnomasi asosida ochib berish so'raldi va kelishilgan holatda biza patsientga taklif qildik, lekin patsient bachadon naylarini olib tashlashni xush ko'rmadi va shuning uchun bachadon nayini ochib berdik va 3 oydan keyin bachadon naylarini rentgenga buyurdik. Rentgen jarayonidan keyin ko'rdikki, bachadon nayini bittasi yopilgan va bittasi ochilgan va u patsientga qayta operatsiyani taklif qildik, ya'ni bachadon nayini yopiqini olib tashlashi va ikkinchi marta operatsiya bo'ldi va shu patsientda bitta bachadon nayini olib tashlandi, ya'ni tubektomiya qilindi. Va 3 oydan keyin
patsient homilador bo'ldi va shu homiladorlik jarayonida ko'rib turdikki, o'z funksiyasini yo'qotgan, lekin bachadon nay ochiq bo'lganligi uchun pnevmatishniy, ya'ni bachadondan tashqari, ya'ni o'sha biza ochgan bachadon nayida homiladorlik kuzatildi. Bu bilan aytmoqchimiz, bachadon nayida bo'lgan homiladorlik yana nima qilindi va yanayam bachadon nay saqlab berildi bu holatda. Va bu patsientimiz ikkinchi operatsiyadan so'ng homilador bo'ldilar va homiladorlik o'sha saqlab berilgan ikkinchi turbada, ya'ni bachadondan tashqari trubniy bachadon nayidagi homiladorlik kuzatildi. Va bu bachadon nayidagi homiladorlikni yana laparoskopik usuli bilan biz operatsiyaga oldik va operatsiyada bachadon nay tozalandi va yana saqlab berildi. Hozirda bu patsient kuzatilmoqda va reproduktiv funksiyasi, ya'ni homiladorlikka tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bundan tashqari ikkinchi patsientimiz bor. U patsientda bachadon naylari ochildi, ya'ni ochib berildi. Bu patsient keyingi oyni o'zidayoq tabiiy homilador bo'ldilar va hozirgi paytda 6 oylik homilalari bilan homiladorlikni davom ettirmoqdalar. Ajensiya, demak, bachadon naylarini ochish operatsiyasi o'tkazilgandan keyin qancha vaqt davomida ayolimiz homilador bo'lmasa, eko amaliyotiga murojaat qilishi kerak? Bachadon naylarini ochib berganimizdan keyin 3 oy davomida hali aytib o'tganimizdek 60% ehtimollik bilan ochiqligi saqlanib turadi 3 oy davomida. Agar ayol 3 oydan 6 oygacha homiladorlik kuzatilmagan bo'lsa va 3 oydan keyin yana bachadon naylari yopilgan bo'lsa, bachadon naylarini tubektomiya yo'li bilan olib tashlash kerak va eko jarayoniga tavsiya beriladi. Demak, bachadon naylarini olib tashlagandan so'ng qanchadan keyin embrion transfer amaliyotiga olishimiz mumkin yoki umuman eko protokoli boshlashimiz mumkin? O'zi dunyo standartlari va eski ma'lumotlarga asosan 6 oydan keyin, har qanday operatsiyadan so'ng 6 oydan keyin boshqa amaliyotlar bajariladi. Ya'ni tiklanish jarayoni 6 oy hisoblanadi. Lekin oxirgi guideline va meditsinaning rivojlanishi va laparoskopik yo'l bilan operatsiya qilinishlar rivojlanishi va undan tashqari instrumentlar mukammallashishi natijasida hozirgi paytda 3 oydan keyin ham embrion transferga tayyorgarlik ko'rish va embrion transfer amaliyotini bajarish mumkin. Demak, shu sakta salpingisni bo'lmaslik uchun, oldini olish uchun, profilaktika uchun nimalar qilishimiz kerak? Profilaktika jarayonlari bu infeksiyalardan saqlanish va har doimgidek to'g'ri hayot tarzini olib borish обязательно hisoblanadi. Sport bilan shug'ullanish kerak, chunki bachadon naylaridagi qon tomirlar juda nozik hisoblanadi va siz qanchalik to'g'ri hayot tarzi olib borsangiz va sport bilan shug'ullansangiz, qon tomirlardagi qon aylanish jarayoni yaxshiroq bo'ladi va u qon aylanish jarayonida organizm tiklash jarayoni ham, ya'ni infeksiyalarga qarshi kurashish jarayoni ham yaxshiroq bo'ladi va sakta salpingiz kelib chiqmasligini oldini olish mumkin. Ajensiya, bugungi foydali ma'lumotlar uchun rahmat. O'ylaymizki, bugungi podkastimiz hamma uchun foydali bo'ldi. Yana sizlarni qiziqtiradigan mavzular bo'lsa, yozib qoldirsanglar, yana sizlar uchun qiziqarli, foydali podkastlar tayyorlashga harakat qilamiz.